1, 2, ketdi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan navbatdagi videoni ko'rishib turibman. Bugun xudo xolasa issiq demasdan akalarim Kamoliddin akam oldiga keldik har doimgi. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lasiz aka? Issiqdan kutib qo'ymadingmi? Rahmat, Allohga shukr. Biz aka alaykum hurmatli hamshahrilar. Mana Mahmudjon. Alius. Shuhratbek Rasuljon avto. Rahmat, kam bo'lmasin. Inshaalloh omadli bo'lsin. Gap yo'q. Aka o'tgan safar yorib yubordik. Bir so'm pul qildik, sira syomkadan kelib bittasi olib ketdi aka. Buni ham qo'yganmiz videolarda hammasi chotki. Biz ona gapimizni va'dasidan chiqdik, xudo xolasa. Bu yerda yolg'on gap bo'lmaydi, xudo xolasa. Har bitta gapirgan gapimiz amalda bajariladi. Xudo xolasa gapirilgan gap otilgan o'q. Do'stlar, nima demoqchiman? Darsha poddesh qilib, mana shu to'rtta kanalga qo'yiladi. Rasul Avtoga ham o'tasizlar, obuna bo'lasizlar. Shuhratbek, Alius, Mahmudjonda poddesh qilsanglar, xudo xolasa bundan buyog'iga 1 so'm pulsiz yana chiqaramiz. Faqat like bosib tursalar, qo'llab-quvvatlab tursalar bo'ldi do'stlar. Bugun ham videoni boshdan aytib qo'raman. Mahmudjon aytmang desetga video do'stlar $500 boshlab qo'yganmiz. To'g'rimi aka? Ona aytib qo'ydim aka. Hech qanaqa e'tiroz yo'q bu gapirgan gap uchunda. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa bo'lsa. Pulim oz degan hamshaharlarimiz hech qanaqa xafagarchilikka o'rin yo'q. Xudo xolasa imkoniyatdan kelib chiqib $500 ga mashina chiqarib beramiz. Shi ana bo'lmasa. Bunaqasi do'stlar hali bo'lmagan. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shahar do'stlar. Temir yo'l vokzali shundoqqina oldida. Yo'g'ida topolmaganlarga Pushkin bog'ini hamma biladi. Pushkin bolalar bog'ini shundoqqina ro'parasida yonida Yuselda rasmiy o'zini dillerlik o'sha ofisini ro'parasida do'stlar. Yokida nomerlarni qoldiramiz, albatta. Lokatsiya tashab bering desanglar, tashab beriladi. Bizning kanal nomidan kelinglar, обязательно sizlarga bonuslar bilan narxlarini yana ham tushirib beradi qadrdonlarim. Qaysi puldan boshlaymiz? $500ligidanmi yo Desertiga qo'shgan Kamoliddinga oxiriga aka. oxiriga? Matchlardan boshlaymiz unda, aka. Matizlardan. 2011-yil. Aha. Matiz avtomashinamiz ko'ringlar. Xo'p. Ha, bunisi? Ha, bunisi. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Do'stlar, sizlarga $2800 ga naqdmi? naqd pulga. Naqd pulga. Yili nechi buni, aka? 2011. 2011 stavlosiyda best. Lyuksda ko'rilarcha. Holatlar o'ta go'zal. 12dan bo'ladi o'rtada. 2012 mikan? Bonus ekanda birinchi yana bir yil qo'shib qo'ydik. Bonusi 3000. 800 da sunnatiga general Davenisi olsa shartnomasini cho'ktirdi. Ana akada. $800. Bosh to'lov qanchadan chiqadi, aka? Bosh to'lov $1000 bilan chiqarsa bo'ladi. Tushunali. $1000 puli borga do'stlar. Motor, korobka go'zal holatda. Juda go'zal. Kraskasi bormi buni aka? Kraskasi ketmayapti xolos. Bir joyda petnosi bor ekan. O'ta ham lyuks konditsion, lyuks, o'ta ham go'zal holatda, balonlari yangi. Xudo xohlasa bechiqim. Yurish-turish 2,5 kam bor, 2009-yil $3,500 kam bor. Qo'l balon yangi. O'ta ham go'zal holatda. Kamoliddinga shu joyda aytib qo'ying aka. Albatta bonuslari boshda aytib o'tilgandek generalniy Davenisi olsa shartnomasini cho'ktirdi. Ana bo'lmasa aka. Ana aka, bonuslar. Kesalar test drive ham bor bu do'stlar bu yerda. Bemalol haydab ko'rib bu necha puldan chiqadi bosh to'li? Ha, shaki, oxir. Buni ham 1000 so'm ichga olsak bo'ladi. $1000 bilan chiqadi, xudo xohlasa. Bemalol yozib qo'yasiz. Bu qaymoq rangidan aka, yana bir. 11-yil. Bunisi? 2011-yil. $3,500 ga yo shartnomasini yo general Davenisini to'lovini cho'ntamiz aka beramiz. Shartnoma yoki generalniy dokument qilib berilar ekan. Bo'liklari bor. Kraskasi bu aka. Kraskasi bor. 15%. Balonlari ham chiroyli holatda. Motor, hadovoy, korobka yaxshimi aka? Go'zal. O'ta go'zal. 2011-yil best avtomashinamiz.
Bunisi ham 10. O'ta go'zal holatda shuni bitta ko'rib qo'yinglar-da o'rtoqlar. Diskachalarini ham ko'rasiz. Balonlari ham yangi ekan. 900 dollarga berib yuborsak bo'ladi. Mana metangasi bor. 5 takilar. Lyuksdan kandisi endi yo'q. Akkumulyator. Balonlar yangi mashina holati o'ta ideal holatda. 900 dollarga. 3900 dollarga beramiz aka. Ana shu bonusdan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi qanaqa aka buni? Plastik toza. Pashti toza. Pashti toza. Ko'rsatib olinaveradi. Bo'laveradi aka. Necha pul bosh to'lov aka? 1000 $1000 bilan standart chiqaveradi aka. toza mashinalar. To'rtta Spark pul to'lov. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Hop. Tayyor krediti bor. 2,5 yaxshi dollarga beramiz. Oylik to'lov, oyma to'lab keladi. Nech pul oyiga? 3,5 million so'm to'lab keladi. 3,5 million. so'mni akalar 2,5 ming dollarga beraveraman deyapti mana sizlarga. Bankimiz Pullarchi tayyor banki bo'lsin. Kraskalari toza buni. Toza. Toza mashina. Balonlari yangi holatda, o'ta ham go'zal holatda ekan. Salonlari ham o'ta ham go'zal. Orqa tomonlarini ham ko'ringlar. Spark avtomashinamiz o'rtalar avtomat korobka 18-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ha? 7200 dollarga general davenasini beramiz. Yoki Avtomat korobka ekan. 18-inchi. 200 ga beramiz. Avtomat korobka so'ragan hamshaharlarimizga ham avtomat korobkasi. Bu avtomatmi bu aka? Avtomat korobka. Probegi 188 ming yurgan ekan. 188 ming yurgan. Hali 200 ming yurmabdi. Yili ham yani. Kraskasini nima dedik buni? Toza. Kapot tushidan shu yerda ozgina dog'i bor. Ha, Aha. o'sha taraflari top-toza. Olgan joyi toza. Toza. Keyingi avtomashinamiz Spark 18-yilda ishlab chiqarilgan. Hop. Avtomashinamiz ham kitmosi bor xolos. Hop. Yurgani juda kam.